kvartiralarga obmen bormi? Agar imkon bo'lsa, birinchi etajdan bo'lsa, Aha. 3 xonami, 4 xonami, yangi Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Namangan shahar Orzu mahalla Jiyda ko'chada joylashgan 6 sotixli shinam xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz 6 xona hamda oshxonasi bilan 7 xonadan iborat bo'lib, hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Darvozaxonadan kirishimiz, darvozaxonamizga ikkita mashina sig'dirsa bo'ladi. Keyin bu tarafda xonalarimizni hozir ko'rib chiqamiz. Chap tomonda bitta, ikkita, 3 ta xona va yozda o'tiradigan xona ham bor. To'g'rida bo'lsa oshxonamiz. Огород, mevali daraxtlar hamma narsasi bor. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Bu yerda bo'lsa bitta, ikkita xonamiz bor. Bu yerni remont qilish kerak. Remont qilib yashashga tayyor. Asosan ikkita xo'jalik bemalol o'tirsa bo'ladi. Bu joyda bo'lsa, bu yer tayyor xona, podvali bilan. Bu tomonda sanuzel hojatxona. Bu tomonlarga bir molxona, o'zingizga bir chiroyli narsa naves qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Gulli mevali daraxtlari bor. O'jaga narxini necha pul qo'yamiz endi bu yerda? narxini biz 70 ming o'tdimiz. Ha, 70 ming ozgina qimmat o'jaka. Biz obunachilarga arzonroq qo'yib bermasak bo'lmaydi. Xudo xohlasa kelishayotsin, agar sizlar nominadan chiqsa, barakasiga chiroyli qilib o'tib O'tib berasiz. berasiz. Obunachilar biz nomimizdan chiqsa, xudo xohlasa arzon qilib o'tib beradilar. Ehtiyot kvartiralarga obmen bormi? Agar imkon bo'lsa, birinchi etajdan bo'lsa, Aha. 3 xonami, 4 xonami, yangi tip planirovka, moskovskiy tip planirovka kvartira bo'lsa, unda ham Obmen bo'ladi. kelishilgan holda almashtiraveramiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa agar kvartiralar bo'lsa, kvartiraga ham obmen qilamiz.